Qo'ng'irotdan Nukusga, ya'ni 100 kilometrdan ziyod masofaga kelin bo'lib tushganman. Ota uyimga borganimda namozlarimni qasr qilib o'qiymanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assolatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatan ham zohiran qarasa o'zini ota-onasini uyiga keldi deb o'ylaydi, lekin albatta buni fiqhiy bir yondashiladigan joyi bor. Kitoblarimizda aytadiki, insonda bir nechta vatanlari bo'ladi deydi. Ya'ni vatani asli, vatani iqoma, vatani sukuna deydi. Ya'ni vatani asli degani tug'ilib o'sgan yurti yoki qaysidir joyga borib abadiy yashashlikni maqsad qilib vatan tutgan joyni ham vatani asli deyiladi. Turmushga chiqqan qizlarimiz ham o'sha kuyov bolanikiga turmushga chiqib kelin bo'lib ketgandan keyin albatta uni niyatida abadiy o'sha xonadonda turmush qurib bir umr yashashlikni niyati bilan borganliklari uchun modomiki o'rtadagi masofa 100 kilometr ekan, mana bu holatda albatta borgan yurti, borgan joyi, kelin bo'lib borgan joyi vatani asli hisoblanib, o'zining ota-onasining uyiga kelgan paytda 15 kundan kam turishni niyat qilsa yoki qancha turishligi noma'lum bo'lsa, u qizimiz kelgan paytlarda musofir bo'ladi. Namozlarini qasr qilib, o'sha musofir odamda qanday amaliyotlari bo'lsa, o'sha amaliyotlarga bu sinimiz amal qilishlari kerak bo'ladi. Yana bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki, ayollar va bolalar otalari va erlariga tobedir deydi kitoblarimizda. Masalan, qayerga safarga chiqsa, ayoli eri bilan birga yursa, eri muqimlikni niyat qilsa, ayol muqim bo'lib qoladi. Eri musofir bo'lsa, ayol musofir bo'ladi. Chunki u ergashuvchi bo'ladi. Ergashuvchi ergashilinganga qarab yuradi. Ya'ni bu turmushga chiqqan qizimiz ham o'sha joyga bordimi, eri o'sha joy yurtni vatanida yashayib turgan bo'ldimi, kelin ham borgandan keyin o'sha joyga ergashib, albatta ayol ham, kelin ham u joyda muqim bo'lib qoladi. Ya'ni kuyov bolaning yurtida albatta u vatan uni vatani bo'ladi. O'zining uyiga kelganda albatta bu musofir bo'ladi. Allohu a'lam bis-savob.